Bugungi kunimizda bizni jannat kirgizgan amallarning qatoridan oy 5 vaqtida kirosini to'layolmay qolgan kishilarningki bir qatim bo'lsa kirosini to'lab berish, ya'ni uy ijosini to'lab berish, tok suv pulini to'lab berish eng ulug' va Allohga eng suyimli ibodatlar qatoridir. Bir kishi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashiga kelib, "Ey Rasululloh, meni jannat kirgizgan bir amalga, ya'ni bir ishga boshlab qo'ysizlar" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam odamga sen can qutquzg'in, pul azat qilg'in, agar uning qurbini yetmasa, oshni to'yg'izg'in, susuzg'in suv bergin dedi. Qarab qolgan bo'lsak, bugungi kunimizda och qolgan odam, susuz qolgan odam yo'q deylik. Ya'ni atrofimizda yo'q, ammo uy ijosini to'lanmayotgan, suv tok pullarda qiynalıyotgan, oy 5 kelsa, 5 g'am tushayotgan nurg'un kishilar bor. Ana shu biz oddiy qarayotgan va yoki sal qarayotgan kishilarningki tok suv pullarini to'lab berish, bir qatim bo'lsa yilda va yoki bir oylik bo'lsa ijara pullarini to'lab berish bizni jannat kirgizadigan amallarning qatoridir. Shuning uchun imkoniyatimiz bo'lsa, ana shunday qarindoshlarniki yilda bir qatim bo'lsa qiyinchilikqa yordam berishga tirishaylik. Tul ayollarning ehtiyojini qamdashga tirishaylik. Ayam kunlari, ayam harp kunlari yetim bolalarning bizning bolalarimiz o'xshash kulishi uchun ular qarta imkoniyatimiz yetgan miqdorda yordam qo'limizni sunishga sal qaramaylik.